Abdurrahim Ahmedi umuman əcdadı uluq, tarixi məşhur xalqның öz avlodining buyukligini tepishmi undaq təs emas. Bununğa heç bir davr, heç bir tarixiy sharoitlar qarshi tura olmaydi. 20-asrdagi Uyg'ur xalqining buyuk san'atkori, Uyg'ur san'atining namoyandasi, O'zbekiston Cumhuriyetining xalq artisti Abdurrahim Ahmedi ana shulardandir. Abdurrahim Ahmedi bu ism oddiy mehnatkash Uyg'ur xalqining yuragida yonadi. Bu ism san'atga xushtor Uyg'ur xalqining davr nafaslarini bir-biriga ulab kelgan, sehrlik naqshlari bilan dard hasratlarini mujassamlantirgan. Bilagim kaldım o yari Onu vatan güzel Qashqarda 1927 yılı dunyoga kelgan. Abdurrahim Ahmedining balaliq davri jafo mushaqqat ichida o'tgan. 5 yosh vaqtida ota-onasidan yetim qolgan. U aksi Qosim bilan mol beqib, mahallaning sirtidagi eski tomlarning ustiga chiqib olib, quloq tutib naqshi tovlig'inida butun mahalladagi odamlar zo'qlanib anglaydi. Ayni vaqtda shu mahalladagi cho'ng-kichik ishlarla emas, balki butun tabiatdagi qushlar birlikda tankash qilib, cho'ng simfoniya orkestri hosil qilgandek mungluq sayrashadi. Abdurrahim Ahmedi 1948 yılı Ürümçi san'at maktabini bitirib, kasbiy naqshchi sifatida Yetsu o'lkasida keng tonilishga boshladi. Uning ijrosidagi har bir yangi naqshini anglagan har qanday kishining uning bilan tanishqisi keladi. Shu qatorda Uyg'ur xalqining munavvar o'g'li Ahmadjon Qosimi bor edi. Hem yenidikilerge bu balını nazardan saqit qilmanglar. Uningga hamma jihatdan yordam beringlar deb alohida ko'ngil bo'lgan. Ahmadjon Qosimining shu bir eg'iz so'zi bilan bu yosh naqshchining hayotida va adabiy san'at yo'lida cho'ng o'zgarishlar barliqqa kelgan edi. Shuning bilan Abdurrahim Ahmedi g'o'lji san'at o'migida o'z faoliyatini davomlashtirdi. Ana shu yillarda Abdurrahim Ahmedi uchun hayotida cho'ng xushalliqlar bo'ldi. O'ziga o'xshash kichigidan yetimlikning dardini ko'p tortgan shu o'makning talantli naqshchisi Turan qiz bilan tanishib qolgan edi. Uzoq o'tmay bularning mehr muhabbatini bayqagan Ahmadjon Qosimi, Abdukerim Abbos, G'ayni Botur qatorliq xalqimizning buyuk sarkilari bu 2 yoshni qo'llab quvvatlab o'tkazgan hukumat darajalik to'y bazmisi butun G'uljini zilzilaga solgan edi. Shu kuni necha yuzlagan xalq bu suyumlik san'atkorlarning xushalligiga jo'r bo'ldi. 50-yillarning to'lqinlarida Abdurrahim Ahmedi o't yurak shoir Lutfullo Mutallibning naqshlarini ajoyib esil o'rindab, tomoshabinlar orasida shuhrat qozondi. Kishilar shu naqshlarni anglash uchun uzun safarlarni qilib, mungluq kuylardan huzurlanadi. Mutallibning naqshisi maylimi? İşkın otda sergerdan yürüp güldek çırayım solsa meylima güldek çırayım solsa meylima Mecnun'dek olup yürsem ahırıp elle hakaret kılsam eylima
görelmey ayda yüzünü Kömrümge elem solsam eylem Kömrümge elem solsam eylem Yati anlamay şirin sözünü Nana kaydem olsam eylem Veslini izlep varsam men eğer Yolda rakipler görsem eylemi Yarın kaydı dep sorsam eğer Elmem düşman görsem eylemi Doim tenrib fayda yüzünge Könlümni algan ey şahla küzünge Bulup muntazir şirin sözünge İşkımda şan ölsem Bulut muntazir senin sözünge İşkımda şan gülsem neylimi 1961-yili kesh-kuz oylari ko'sh shamollari toza avj elayotgan chog'larda Abdurrahim Ahmadi Sovet ittifoqiga ko'chib ketgidek degan xabarlar butun yer zaminga pur ketdi. Bu so'zlarga albatta ishonmaganlar ko'p bo'ldi. Chunki u chog'larda Abdurrahim Ahmadi o'lkalik naqshi usul o'migining rahbari edi. Lekin avom xalq bu san'atkorning chigirog'i yetib kelganini ko'rganda, uni uzatayotganda ochiq haqiqatni to'nib yetdi. Şu günü aytilgan hasrat naqsi bütün kişilerde mangulik aslini qoldirdi desakmi ortiq ketmaydi. Shundoq qilib Abdurrahim Ahmadi o'zi tug'ilib o'sgan yurt vatanini va qarindoshlarini tark etishga majbur bo'ldi. Faqat vatanni emas, Pasha Eshon, Qotam Qurbon, Maryam Nasirga o'xshash o'nlagan shogirdlarni milyonlagan Abdurrahim Ahmadi naqsiga tashna yuraklarni tark etishga majbur bo'ldi. Olmataga kelgandan keyin Abdurrahim Ahmadi Uyg'ur teatridagi ajoyib talantli san'atkorlar bilan jam bo'lib, Qozog'iston tomoshabinlarining madaniy hayotiga cho'ng o'zgarishlarni olib keldi. 1972-yili O'zbekiston radio televiziya anglatish davlat komiteti yenidagi Uyg'ur naqshi usul ansamblida musiqa san'atimizning gultojisi hisoblanadigan 12 muqomni ratlash va ularni mukammallashtirish ishlariga atoqli muqomshunos qatorida Abdurrahim Ahmadi ayrim taklif qilindi. Kılgaç nezermen haligem Rozaların neminin kıldı şebistan Vay kıldı şebistan Şebistan akıbet Çeşme hunabin kürüp Bolgaş kiriptari
anin eyledi başımda oluşa yerim üzgün müjgan akıbet nazenim perde içine tapmayın közüm aman Tigim uzgan çeşme ahugan gaben Vay ahugan Nigaben akbet Vay uslu khurşid gabılsın Vay muntazir ta çiçiler Razının din kılgay o külbenge Taban akıbet Ay garibi bulma mağrur Vay ömür tabistanı Kılgay ömrümni ecel Bad zimistan akıbet Ayav derdim Vay derdime Şu dadınız doğruluk bir eser etken bolsanız kısaca. Dadam doğruluk söz desem yaman köp sözleyim. Dadınız bir şunçilik bir kiçik peyil, şunçilik bir yumuşak, şunçilik bir adamkashlik kuchli bir adam bo'lganda umrida bir odamni xafa qilish degan umumda hech qachon yo'q. Gap yo'q. U odam yomon kichik bir odam bo'lgan. Kichik bir odam. Uningki endi Xudoyim bergan talanti, ovozi. Shu ovozi bilan butkul xalqni o'zi ruhlantirdi. Abdurrahim Ahmedov desa ataliq naqshi deb tanıydı. Ben bizmi hazırgıça bana 70 kırdım. Barbir meni Murat Ahmed'in aldı da Abdurrahim Ahmed'in oğlu deb sözleydi. Şunu faxrlanmayman. Emesin degende onda naqshchilar, onda san'atkorlar az bo'lgan. Onu mesela dadamning aytgan naqshlarni yorug'ini men hech qachon aytamayman. Dadamdek. Shuncha darajada aytganda u odam ben o'ylaymanki başında aytadigan adamlar az hazır. Azı çıkmak. Çıkmak olgandı belki. Şunlar endi bu qala yana aldığımızda talantlar köp. Biroq dadam haqiqiy xalq naqshchisi bo'lgan. Xalq san'atkori bo'lganda nihoyatda talantli san'atkor. Abdurrahim Ahmedi bir qancha yillar davomida O'zbekiston naqshi usul o'migining rahbarlik xizmatlarini o'z ustiga oldi. Yaşa Özbekistanım, vatandin yaxshi yar bo'lmas qatorliq 40 dan ortiq naqshlarni ijod qilib, ko'plagan xizmatlardagi mehnatlari uchun O'zbekiston xalq artisti degan shon sharafga erishdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men o'zimning dadam O'zbekiston xalq artisti Abdurrahim Ahmedov to'g'risida so'zlayman. Meni dadam dunyoda eng mehribon, eng suyukli daryo,
insofli odam. O'zining xalqini, o'zining san'atini bek yaxshi ko'radi. Dadam shunchalik muloyim bo'lgan, g'ay vaqtlarda biz so'rabdik-da, siz hayotingizni bir chivinni bo'lsin qilib qo'yganmi desak, ketadi. Ya qizim, chivinnimi Xudoyim yaratgan narsa deb qo'yadi. Shunchalik yumshoq odam edi. Hech qachon men o'ylayman hayotida bir odamni qilib qo'ygan odam bo'lgan. Dadam bilan opam 50 yildan ortiq birga hayot surdi. İkisi Tanrı bizni terbiyelep, bizning 4 balaning o'sishimiz, 4 balaning shu xalqimizning san'atini yaxshi ko'rishimizning sababi opam bilan dadamning yaxshilik uchun bo'lganmiz. Dadam o'zi oliy o'qishlarda o'qigan bo'lsa, harakat qilib, biz 4 balani shu oliy o'qishlarda o'qitganmiz. Men o'ylaymanki, biz Murat akam chiqincha. Dadam bilan Toshkent radioda ikkisi birga naqsh aytadi. 3-adam Arzu. Toshkentda konservatoriya bitirib muzikada hozir Uviyat shahrida Arabistonda konservatoriya dars beradi. Men bo'lsam Toshkentning teatr va rasmchilik institutini drama artistini bitirib hozir opera teatrida ishlayman. Hozir bo'lsa biz mening yo'ldoshim rejissor Yalqinjon Shaymiyev shu bizning teatrimizga yosh talantli drama artistlarni tayyorlab teatrga tayyorlaymiz. Men o'ylaymanki, biz dadamning izini besib qo'yamiz. Qo'limizdan boricha dadamning izini besib, xalqimizning san'atini rivojlantirishda ishlab kelayapmiz. Hayotimizni oxirigacha deb o'ylayman, o'sha san'atimizni o'ylaymiz. Qo'limizdan kelgancha. Buning hammasi dadam bilan opamning tarbiyasi. Sevgi iqtidor uchun ko'p rahmat. Dadamni eslab, yaxshilikni eslab, qanday inson bo'lib o'tganini eslaganlar uchun sizlarga ko'p rahmat. Bir 1999 yılı 8. ayının 16. günü bu o't yürek san'atkorimizning yuragi tuyuqsiz so'qishdan to'xtadi. Bütün Ahmedi naqshlarga tashna minglagan, milyonlagan yuraklarning alamlik ko'z yoshlari oqdi. Çırak